Sanjar Shoyusupov ishlaydi. Boshlandi. Uchrashuvga start berildi. Endi Andijon jamoasi tarkibiga e'tiboringizni qarataman. Oldingi chiziqqa uzatma. Yaxshi imkoniyat yuzaga kelishi mumkin Andijonda. Turg'unboyev o'tmadi to'p. Azbekdan zarba. Oho, kuchli zarbaga ega Az Turg'unboyev. Bu joriy mavsum Superligadagi 14-o'yin. Bu mavsumda u mana shu 13 ta o'yin o'tkazgan bo'lsa, 17 ta sariq kartochka ko'rsatdi. Bitta qizil kartochka ham ko'rsatdi. Jumaboyev zarba yo'llab hisobni 2-0 ko'rinishga keltirgan. Bu safar uzatma amalga oshirildi. Jarima maydonchasi ichiga zarba. Oho, yaxshi seyv. Eldor Adhamov yaxshi seyvni amalga oshirdi. Azbek Omonov zarba yo'llagandi. To'g'ridan-to'g'ri darvozaga zarba yo'llanmadi. Bu safar biroz ayyorlik qilishdi Dinamo futbolchilari. Adhamov yaxshi harakat qildi. Firdavs Abdurahmonov, Anvarjon Hojimirzayev tomon uzatma. Yaxshi chiqdi bu hujum. Yaxshi imkoniyat yuzaga kelishi mumkin. Dinamoda Jumaboyev ichkariga pas. Uzoqdan zarba ko'ramiz. Rikoshet yaxshi qutqardi bu safar. Boyagi zarba. Rikoshet natijasida zarba yo'nalishi o'zgargandi. Adhamov bu zarbani qaytarib oldi. Rasul Yo'ldoshev Anvarjon Hojimirzayevga to'pni yetkazib beryapti. Yana Yo'ldoshev tomon uzatma. Dinamoning hujumi davom etadi. Rasul Yo'ldoshev o'zi zarba yo'lladi. Bu safar ham Adhamov to'pni egallab olyapti. Aleksandr Andronikashvili Gruziya mamlakatidan. Dinamo safida esa Mamadou Dembele fransiyalik futbolchi, Kingsley Starford ganalik futbolchi. Zarba, xavfli vaziyat, hisob ochilmoqda. Gol! Anvarjon Hojimirzayev yana gol urmoqda va Dinamo hisobda oldinga chiqib olyapti. Eldor Adhamov dastlab yo'llangan zarbani qo'ldan chiqarib yubordi va Hojimirzayev unga birinchi bo'lib yetib keldi. Mana Samarqanddan tashrif buyurgan muxlislar ham bor. Mana himoyachilar zarba yo'llash imkonini berib qo'yishdi. Jarima maydonchasi tashqarisidan yo'llandi bu zarba. Keyinchalik Hojimirzayev birinchi bo'lib to'pga yetib keldi. Bo'sh qolgan darvozaga to'pni joylab qo'yapti Hojimirzayev. Var bor, vaziyatni o'rganib chiqiladi. Zarba muallifi Firdavs Abdurahmonov edi. Aynan uning hissasi katta bu golda. Toyirov o'rniga, demak, Temirov. Chap qanotga ko'chirilyapti hujum. Xoldarxonov ichkariga pas, xavfli himoyachilarga to'p tekkan holatda maydon tashqarisiga chiqib ketdi yana. Humoyun Mirzoyminov o'ng qanotiga to'p yetkazildi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba yo'llandi va gol! Hisob tenglashyapti 1-1. Andijon muvozanatni tiklamoqda. Kuchli zarba edi, yo'l-yo'lakay, rikoshetga ham uchradi menimcha. Muxlislar bilan birgalikda nishonlayapti Imeda Ashortiya bu golni. Nemanov bu zarbani qaytara olmadi. Hisob tenglashmoqda. Endi Dinamo ham vaqtdan yutishga harakat qilmaydi menimcha. Ancha jonsarak holatda o'yinni kuzatib boryapti. Sariq kartochka oldi Ashortiya libosni yechganligi uchun. Mana kuzataylik takroran. Rikoshet ham bo'lmabdi. Rikoshet ham bo'lmabdi. Darvozabon Edem Nemanov bu zarbani qaytara olmadi. Andijon shoshilyapti. Hali vaqt bor. Ichkariga uzatma zarba va gol!
2-1 Andijon hisobni 2-1 ko'rinishga keltiryapti. Damir Temirov gol muallifi. Andijon larzaga kelyapti. Bobur Arena larzaga kelmoqda. Qandaydir 2 yoki 3 daqiqa ichida comebackni amalga oshiryapti burgutlar. 2-1 Damir Temirovga. Yana Islomjon Ahmedov o'yinda burilish yasayapti. 3-o'yini Andijon murabbiyi sifatida ko'raylik. Ichkariga uzatma amalga oshirib berildi. Bu epizodda Boake ekan. Boake to'pni yetkazib bergan ekan. Martin Boakedan uzatma, Damir Temirovdan gol. Bu yerda ham o'sha zaxiradan o'yinga qo'shilganlar golni yuzaga keltirishmoqda. Endi Dinamo katta kuch bilan oldinga o'tadi. Vaziyat endi o'zgaradi. Andijon ko'proq mudofaaga urg'u qaratadi. Damir Temirov uzr so'rayapti. Endi Andijon shoshilmaydi. Boake, Martin. Ortga uzatma, oxirigacha ta'qib etadi Andijon. Humoy Mirzayev to'pni olib qo'ymoqda, ichkariga pas, xavfli vaziyat sal qoldi hozir. Mahamadou Dembele. Humoy Mirzayev ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, zarba. Boake zarba yo'lladi bu safar. To'p darvozaga aniq borgani yo'q. O'z darvozaga o'yindagi so'nggi epizod bo'lishi mumkin. Ichkariga uzatma. Xavfli vaziyat, davom etadi hujum. Endi esa Andijonning qarshi hujumi va kartochka. Ongli ravishda ishlatilgan qo'pollik. O'yinni to'xtatmasa ham bo'lardi hakam. Qizil kartochka Anvarjon Hojimirzayev maydondan chetlatilyapti. Shuni oldini olish maqsadida Anvarjon Hojimirzayev soniyalar ichida, soniyalar urishida balki milliy soniyalarda qaror qabul qildi. Qaror raqibni ushlab olishdan iborat edi. Humoyun Mirzayev eslagan bo'lsa ajab emas. Bo'ldi, uchrashuv yakunlanibdi do'stlar. Jasur Muxtorov o'yinni yakunlab beryapti. Mana bu murabbiy yana g'alaba qozonyapti. 3-o'yin. U uchun bir durang 2 g'alaba. Islomjon Ahmedov jamoasi yana 3 ochkoni qo'lga kiritmoqda. Samvel Babayandan keyin bu murabbiy qo'l ostida Andijon o'yini ochildi. Buni tan olish kerak.